Mana, hayotimiz bo'lgan meva-sabzavotlarimiz hozir ular o'zlari organizmimiz uchun qanday foyda berishini aytib berishadi. Men pomidorman. Yurakni quvvatlayman, terini chiroyli qilaman va organizmni vitaminlarga to'yintiraman. Men bananman. Kaliyga boyman. Yurak faoliyatini yaxshilayman va tanaga tez energiya beraman. Men apelsinman. S vitaminiga juda boyman. Shamollashdan saqlayman va tanaga tetiklik bag'ishlayman. Men lavlagiman. Qonni tozalayman. Bosimni me'yorga keltiraman va jigarni qo'llab-quvvatlayman. Men piyozman. Mikroblarga qarshi kurashaman. Immunitetni kuchaytiraman va shamollashdan himoya qilaman. Men sabziman. Ko'zlar uchun juda foydaliman. Immunitetni mustahkamlayman va organizmga quvvat beraman. Men limonman. Immunitetni kuchaytiraman. Shamollashdan himoya qilaman va organizmni tozalayman. Men anorman. Qonni tozalayman. Gemoglobinni oshiraman va yurakni mustahkamlayman. Men uzumman. Organizmga quvvat beraman, charchoqni ketkazaman va qon aylanishini yaxshilayman. Men tarvuzman. Organizmni tozalayman, buyrak ishini yaxshilayman va issiqda chanqoqni qondiraman. Men qovoqman. Jigarni tozalayman, oshqozon ishini yaxshilayman va ko'z uchun foydaliman. Olmaman. Immunitetni ko'taraman, hazmni yaxshilayman va organizmni zararli moddalardan tozalayman. Men sarimsoqman. Immunitetni kuchaytiraman, viruslarni yo'q qilaman va qonni tozalayman. Men olma sirkasiman. Organizmni tozalayman, yog'larni parchalab, immunitetni kuchaytiraman va hazmni yaxshilayman.